Bir xona arzon variant so'raganlar uchun mana 37.100 dollar deb turgan ekan. 36,5 ga gaplashib qo'ydik. Mana Qorasaroy, Arinter ikkinchi raddom. Bir xona birinchi etaj, 4 etajli dom. Yevro remont. Bu eski dommi, novostar ekanmi? Обычный eski dom birinchi etaj. Rishdimi yo anaqa? Eski обычный dom 4 etajli domi birinchi etaj. Ichida nimalar bor? Mebel texnika bor, qoladi. Hozir mana rasmlarni ko'rsatib o'ramiz. Mana rasmni ko'rishingiz mumkin. O'tkazing. Kuxnyasi, koridori, tualeti, vannasi. Mana aloqaga chiqib ko'rasizlar. 36.500 o'tadigan joyi bo'ladimi yana bunda? Yo'q, taqalib qolgan joyi yo'q. Taqalgan joyi 36.500 ekan. Galeriyaga domini haqida ketyapti. Shunaqa arzon, juda arzon ekan. Boshqaradigan joyi bor, agoroti bor, aka. Parkovkasi ham bor ekan, agoroti bor. Zo'r bosib o'radigan joyi. Yangi hayot Sergelida 10-qavat Novostarga bor ekan. 2 xona 8-etaj, 9 etajli dom ekan, 58 kvadrat. 180 ga 6 balkon, remont o'rta holatda necha pul qilib beramiz? 52.500 dan. 52 ha? 52 berib olar ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Beruniy metrodan yaxshi bir xona uyimiz sotib qilayotgan ekan. 2-etajli, etaj, zolotoy etaj, 5 etaj kaldom. Remont qanaqa aka buni? Remont bilan arendator bir taxminan 300 dollarga turadi. Yo'q, 350 Hozir turibdimi yo? Yo'q, lekin 350 ga bor. 350 ga mana so'rab turgan joyi bor ekan. 46.500 ga chiqasizda. Necha pul qilib beramiz aka? Taqalgan joyini ayting. 45 bo'lsa beramiz. 45 bo'lsa berib olar ekanlar. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Yaxshi variant. Bunda yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Uchastka sotilayotgan ekan Yakkasaroy Navruz to'yxonasida 1 sotiq 3 xona yevro remont, mebel texnikasi bor, ha? Bor. Avto mashinaga kirish kod bor ekan, 80.000 dollar. Necha pul qilib beramiz amaga? Kelishtirib beramiz, borib ko'ringizlar, joyida gaplashamiz. Aytavering sразу aniq obilashdan. Borib joyida so'zlab bo'ladi. Mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, rasmiy videolarni tashlab beradilar. Kelishtirib beradigan joylari bo'lar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana bitta kottejimiz sotib qo'yilayotgan ekan. Bu Qibray tumaniga kirgan, lekin bu Toshkent shahrida hisoblanadi. 3 sotiq, 2-etaj, 5 ta xona, 3 ta sanuzil, narxi 140.000 dollar deb turgan. Mana fasadni ko'rishingiz mumkin. Yangi qurilgan ekan. Ichlari kanalizatsiyalar, отоплениялар hammasi qilingan. Ichlari qora zavoddan chiqqan ekan, gips kardonlar, elektristva, santexnikasi. Bitta malarkasi qolgan. Agar kelishsa qilib beramiz, xolisi. Ana buni 130 uchun qilib beramiz. 130 uchun 30 larga ham to'g'ri berib yuborasiz. Mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib o'rganmaslik uchun bizning kanalimizdan yiroqlashmang. Mana yangi qurilgan kottej sotib qo'yilyapti, juda arzon narxlarda. Mana fasadni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa tayyor holatda remonti bilan rasprodaja narxlarda. Ray Center Qahramon mahallasi ekan. Pajarniy ko'cha 2 sotiq, 6 ta xona, 3 ta sanuzil, to'lashib 216 kvadrat ekan. Narxi 126.000 dollar. Bu 3 xonani puli. 6 xona narxini yana kelishtiramiz. Narxi necha pul qilib berasiz bo'lishini? 120 ga qilib berar ekan. 6.000 o'tyapti. Pastdagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana remontni ko'rishingiz mumkin. Yana boshqatdan ko'rsatib o'raman mana. Eshiklari ham qimmat eshiklardan qo'yilgan. Bosib o'radigan joyi. Sergeli 16 da yangi hayot Novostarga domlarida 2 xona, 2-etaj, etaj, zolotoy etaj bo'lgan. 7 etajga dom ekan. 55 metr kvadrat, mebel texnikalari bilan. Qoladi hamma narsasi. Buni kvartirani qo'ysa necha pul qo'ysa bo'ladi? $400 ga yashab turgan ekan. Opamning yana ikkinchi variantlari bor ekan. Ibn Sino 2 taki bir xona, 4-etaj, 5 tashkali 42 kvadrat, 2-6 balkon, mebel texnikalari bilan ekan. Bu ham 46.500. Mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rasm videolarni Telegramdan tashlab beradi. Sergelidan qidirayotganlar diqqatiga mana Sergeli sokin makon 5-metr bekatga 2 kilometr bir xonali tayyor remonti bilan 15-etajda 16-etajkali 42 kvadrat umumiy narxi 34.900 dollar ekan. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Uchtepa Izzat betongada 3 xona 8-etaj 9-etajkali 81 metr kvadrat. Narxi 70.000 dollar ekan. Yana pastdagi aloqaga chiqaverasizlar nomerga. Yana bitta uylari bor ekan. Uchtepa Izzat betonga 4 xona 1-etaj 9-etajkali 98 metr kvadrat. Mebel texnikalari yangi remont 120.000 dollar. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mana yer sotilar ekan, 6 sotiq ipodromdan 6,5 kilometr kirganda mo'ljal M39 magistralidan 1 kilometr kirganda o'ng tomonga kiriladi ketguncha. Humo to'yxonani oldida. Humo to'yxonasining shunday yonidagi kadastrlari bor. Bor, hamma. Sotiqiga 10.000 dollardan so'rab turgan ekan. Necha pul qilib beramiz? 9.000 dan qilib beramiz. 9.000 dan.
ozgina o'tadigan joyi bo'ladimi yana? Ustida bor bo'ladi. $6,000 o'tilyapti-da. Aha. Hech kim bunaqa sirali 6,000 o'tmaydi. Aha, mana pastda egalari nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Joyi zo'r, ipodromdan 6 kilometr. Poytaxtning yuragi bo'lgan Miroboddan bitta yaxshi variantimiz sotuvga qo'yilyapti. 2 xona, 3 xona qilingan. 5 etaj dom, 4-etajda. Tak $57,000. Mana rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Necha pul qilib beramiz dada buni? O'zi 57,5 so'rayapmiz. Aha. Ijarachilar bor, $680 beradi. Aha. Agar $680? $680 beradi. Agar xaridor xohlasa, qoldiring desa, hamma narsani qoldirib beramiz. 56,000 ga beramiz. Aha. Agar yo'q, bo'shatib bering kvartirani deydigan bo'lsa, 54,5 ga beramiz. Ipotekaga ham, naqdga ham bo'ladi. O'zimizning uyimiz, o'zimning nomimda. Bu точный adres mana bu Arinter amerikanskiy shkolada, to'g'rimi? Shunday, Furqat bog'ining yonida. Furqat bog'ining yonida ekan. Kalimorjon ko'chasi 8-uy. Mana 54 kvadrat, balkoni ham 2 ga 6 ekan. $680 ga bu juda yaxshi variant. Kvartirani ham bor ekan, olib turib, anaqa passiv daromad qilaman deganlar uchun yaxshi variant ekan. Bosib oladigan joyi. Chilonzordan yana Surashli narxlarda bitta uyimiz, Chilonzor 22-kvartalda. Tak nijilo 2 xonalik, 1-etaj. Boz nima bu ishlab turibdi? Salonmi nima bu? Go'zallik saloni bilan do'kon. Ha, go'zallik saloni do'kon ekan. 25 metr kvadrat. Chiqazilgan. Magazin salonga berilar ekan. Arinter Uchtepa Road. Ekopark avtobus parkining kanichkasi. Infinbankning shunday yonida ekan Arinter. Tak narxi $55,000 turgan. Necha pul qilib beramiz aka buni? Sizni kanalingizga kelsa 52 ga beramiz. 52 ga berib yuborgan, ya'ni telefonda mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, ozgina o'tib beradigan joyi bo'ladi. Bo'ladi. Telegramdan yozsanglar, rasm videolarni tashlab beradi. Yaxshi variant, bosib oladigan joyi. Mana Nazarbek Mevozorda bir emas, ikkita variantimiz sotuvga qo'yilyapti. Arzon variantlarda bir xona 31 metr kvadrat. Necha etashkali dom bu? 2 tashkali dom. 2 etashkali dom. Ha, fasadi mana shunaqa ekan. Rasmlarni ham ko'rishingiz mumkin. Remontlari kirib yashaydigan holatda turibdi ekan. Tak 32,000 bir xonasi, ikki xonasi 39 metr kvadrat, 36,000. Necha pul qilib beramiz? O'tadigan joyi bormi? O'tadigan joyi bor, kelishtirib beramiz. Aha. Kelib tepasida savdolashsa, ancha o'tib beramiz narxidan. Bir xonali ham xuddi shunaqa, razmerlari, oshxonasi ham, zali ham katta. 2 xonalikda bitta mana xona qo'shilgan. Ha, bo'ldi. Sanuzelari bitgan. Unitazlarini qo'yib beramiz. Duh konturni katyollarini qo'yib beramiz. Tayyor podkirish. Aloqaga chiqaverasizlar, yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Mana Sergelidan so'ragan obunachilarimiz uchun Sergelida yangi darxonda 2 xona 9-etaj, 16 etashkali domda 59 metr kvadratlik 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilayotgan ekan. Buning narxini $55,500 deb turgan ekan. Metragacha 2 kilometr. Necha pul bo'lishi buni? Aka, siz obunachilaringiz agar olaman deb keladigan bo'lsa, 55,000 tekst qilib beramiz 55 ga. 50 turlarga to'g'ri kelmaydimi? Aka, kelishsin sizni savdo qilamiz. Mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, Telegramda yozsanglar, rasm videolarni tashlab beradi. Yaxshi variant. Chilonzordan uy qidirayotganlar, mana Chilonzorning yuragi bo'lgan 2-kvartalda, 3 etashkali dom, 3-etajda, 3 xonalik dom, 62 metr kvadrat. Balkon 2 ga 3 ekan. Tarsoy 1-liniya ekan. $65,000. Necha pul qilib beramiz aka buni? Buni sizni okajon obunachilaringiz borsa kelishtirib beramiz. Necha pul? Beradigan joyi bor. 64,000 ga berib yuboramiz. 64 ga berib yuborar ekan. Mana yana bitta variantlari bor ekan. O'sha xuddi o'sha joyda bu ham. To'p-to'p. 2 xona, 3-etaj, 3 etashkali, g'ishtlik dom bu ham. 48 metr kvadrat, 2 ga 3 balkon. Bu 1-liniyada ekan. Bu $55,000 ekan. Necha pul qilib beramiz uni? Bundan ham 1000 o'tasizmi? 54 ga berib yuborar ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, Telegramda rasm videolarni tashlab beradilar. Yaxshi variant, bosadigan joyi ekan.